Oltin zanglamas. O'zbekiston xalq yozuvchisi Shuhrat tomonidan 1963-1965 yillarda yozilgan romandir. İlk marotaba 1967 yilda nashr etilgan. Oltin zanglamas romanida urushdan oldingi va keyingi davrda mudhish qatag'onlarga duchor etilgan halol, imon-e'tiqodli kishilarning fojiali qismati badiiy tasvirlangan. Roman Sovet va mustaqillik davrlarida ko'p marotaba nashr etilgan. 1995-yilda Sharq nashriyoti matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh tahririyati romanni 400 betli qattiq muqovada 25 ming nusxada nashr etdi. 2018-yilda esa Yangi asr avlodi nashriyotida 480 betli qattiq muqovada Kirill alifbosida chop etildi. Asar bosh qahramoni Sodiq o'zbekning oriyatli, tanti o'g'loni. O'sha davrda bo'lishi mumkin bo'lgan hayotning hamma murakkablaridan o'tdi. U umrining oliyjanob, umid orzulari bilan bir paytda fisq-u fasod va tuhmatlar hokimi bo'lgan muhitga tushib qoladi. Shu tufayli og'ir kunlarni boshdan o'tkazadi. Har bir qadamda o'z manfaatini o'ylaydigan, bu yo'lda har qanday qabihliklardan qaytmaydigan insonlarga duch keladi. Yozuvchi Sodiqni asar boshida hamma narsani biladigan, kamchiliklarsiz qilib tasvir etmaydi. Sodiq bir muncha sodda, insonlarga ishonuvchan, barchani o'zi kabi diyonatli deb o'ylaydi. Shuning uchun ko'p qiyinchiliklarga uchraydi. Shu boisdan ham yozuvchi bu qahramonga Sodiq deb nom tanlagan. Sodiqning ayanchli, mashaqqatli taqdiri orqali Shuhrat o'z iste'dodining individual xususiyatiga monand hayotning izdan chiqqan tomonini aniqroq ko'rgan va tasvirlagan. Sodiqni asar yakunida muallif munosib taqdirlaydi. U oltin odam edi. Oltin esa zanglamaydi. Er-yigit el uchun tug'iladi, el uchun o'ladi. Unga shon-sharaflar bo'lsin, dedi. O'z to'pponchasidan o'q uzib, uning sha'niga berilgan salyutga qo'shildi. Zero er-yigit uchun xalq olqishidan ortiq mukofot yo'q. U xalqi, yurti, onasi, ukasi, jannat va yolg'iz farzandi uchun qahramonlarcha jon berdi. Sodiq obrazi haqida shunday xulosaga kelish mumkinki, asarda tasvirlangan zanglamas, oltin haqiqiy erkak, pok vijdon egasi u. Kitobxon shunday xulosaga keladiki, hayot o'zi oliy hakamdir. Hurmatli kitobxonlar, sizlarga ham ushbu asarni o'qishga tavsiya beraman.